Muhtaram va aziz hojilarimiz, endi sizlar bilan boradigan joyimiz Qubo masjidiga boramiz hozir. Xudo xolasa. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim Qubo masjidida uyidan tahorat olib, Qubo masjidida 2 rakat namoz o'qisa dedilar, bir umrani savob beradi. Maşallah. Hazreti Umar radhiyallohu anhu her kuni 2 rakat namoz o'qir ekanlar. Her kuni borib 2 rakat namoz o'qib duo qilar ekanlar. Ixlos qilinglar. Inshaalloh ana shu masjidga borib biz ham Xudo xolasa bizning uyimiz shu mehmonxonamiz. Mehmonxona tahoratlarni oldik. Agar tahorat yangilaymiz desa, tahoratxonalar bor. Tahoratni yangilaymiz. Bemalol 2 rakatdan 4 rakatdan o'qiymiz. Asr ham bo'lib qolyapti. O'sha yerda asrda o'qib keyin chiqamiz. Endi xolasa mehmonxonaga boramiz. Xudo xolasa inshaalloh. İnşallah. Hamma kuni Quboga boradi. Tariqul Mashhad. Qubo masjidi. Tariqul Mashhad deb qo'yadi. O'sha Xudo xolasa ertaga men sizlarga o'sha olib boraman. Rasululloh yurib borgan yo'llari bor. O'sha joydan birga yuramiz Xudo xolasa inshaalloh. Hazrat Umar masjidlari, Umar masjidlari, Xudo xolasa o'sha joylarda bir ziyoratlarni Xudo xolasa davom etkazamiz inshaalloh. Ana shu mana hozir rozi bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka mukarramadan esga soldilar hozir. Makka mukarramadan Madina munavvaraga Rasululloh hijrat qildilar. Hazrat Abu Bakr Qubo ahli Qubo mahallasi Tala'al Badr deb keladi o'sha. Bizni boshimizga 14 kunlik oy keldi. Mana shunday bir xursand bo'lib Rasululloh kutib oldilar. Va o'sha Qubo mahallasiga Rasululloh to'xtab o'sha joyda yashadilar. 14 kun, 15 kun ham deb keladi. O'sha mahallaga yer yuzidagi birinchi bo'lib qurilgan masjidning poydevorlarini Rasululloh o'zi qo'yib berdilar. Birinchi qurilgan masjid o'sha Qubo masjidi bo'ladi. Biz ham inshaalloh namozlarni o'qib duolar qilamiz.